2025-yil 2-iyul sanasida ana Karmen nokimizning terim jarayonlari boshlandi. Yashillarga terib to'riga 5 qator qilib mana yashillarga upakovka bo'lyapti. Hozir videoda kuzatib boringlar. Upakovka bo'lib yashillarga solinayotgan upakovka bo'layotgan holatini sizlarga ko'rsatib boramiz. Mana Karmen nokda yana boshqa tupi olgan hosilini ko'ringlar mana. Bir tip daraxtimizda mana 5 yoshli daraxt tayi mana behiga ulangan. 5 ga 1 sxemada ekilgan. Mana shuncha hosil berdi. Kamida 5 kilo mana yuki bor. 5 yoshli Karmen nokimizda 5 kilo yuki bor. Bu bandi qattiq mana. Uzilishini ko'rib turibsizlar mana. Bandi qattiq, to'kilib ketmaydi, hosilni ko'taradi. Mana Karmen nok. Mana hozir sizlarga yashillarga solinayotgan holatini ko'rsatib boramiz. Bizni kuzatib turinglar. Mana Karmen noklarni mana terib soyaga mana olib chiqib navar holatda. Mana navar holatda terib olyapmiz. Terib olib chiqib turib mana tayyor bo'lgan holatini mana ko'rsating. Mana shu holatda mana yashillarga upakovka bo'lib mana bu bozorga Oltiariq eksport bozoriga bu klienti bor buni. Buni klienti bor. Bog'dan mana 30 ming so'mdan olishdi. 30 ming so'mdan. Endi olgan akalarimiz klientlari bilan savdolashib buni o'zlari tayyor qilib berishadigan bo'ldi mana. Mana qo'yganlarini ham ko'rsatayım mana. Mana bu Karmendan boq qilaman degan tanishlarga bu videoni bitta like bosib jo'natib qo'yinglar. Bizga podpiska bo'lib obuna bo'lsalaring, bundan ham qiziq videolarni sizlar uchun qo'yib boramiz.